Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan kecha bo'lib o'tgan ajoyib o'yinlar haqida gaplashamiz. Angliya Liga Kubogida azizlar Arsenal o'z uyida Braytonni qabul qildi va Arsenaldan kutilgan g'alaba va Arsenal deyarli zaxira sostavidan foydalangan holatda Braytondan g'alaba qozondi. Angliya Liga Kubogida chorak finalga yo'l oldi va Brighton muxlislari xursand bo'lsa ham bo'laveradi. Nimagaki Arsenalga gol urishtugur zarba berishga ham ayrim komandalar jur'at eta olmagan bir paytda Brighton даже Arsenaldan ustun ham ko'rindi. Arsenaldan ustun bo'lib o'ynadi. XG'dagi vaziyatlari ham Arsenalga 1-2 bo'lsa, Brightonda 1-6 vaziyatlar yaratildi Brightonda va zarbalar soni ham Arsenaldan ko'proq. Arsenalga qarshi bu yaxshi statistika, to'g'ri mag'lubiyatga uchradi, lekin hozir Arsenalga gol urishtugur zarba berishga ham uncha komandalarning kuchi yetmayapti va Arsenal o'ziga kerakli g'alabani qo'lga kiritdi va chorak finalga yo'l oldi. Va keyingi o'yinga to'xtalsak, aylanib, o'rgilib, yana shu Crystal Palace deb kecha video chiqargan edik va aylanib, o'rgilib shu Crystal Palace yana Liverpoolni yutib ketyapti. To'g'ri, Liverpool asosiy o'yinchilari siz maydonda o'ynadi. Asosiy o'yinchisidan faqat McAllister bor edi va qolgan o'yinchilar hammasi zaxira o'yinchilari bo'ldi va zaxira o'yinchilaridan foydalandi. Arne Slot va bu jamoaga bu titul kerakmasdek go'yo. Liverpool o'ynamadi desak ham bo'laveradi va Arne Slotning bir muammosi, bir xatosi bo'ldi shu Crystal Palace'ga qarshi. Andrew Robertsonni markaziy himoyada o'ynatdi va bu juda katta xatoga olib keldi bu taktikasi va 2 gol ham Andrew Robertsonning aybi va sababchi bo'lib qoldi 2 golga va markaziy himoyachi emasligi bilinib qoldi. Bu baribir chap qanot himoyachisi edi va zaxiradagi himoyachi yo'qligi sababidan Andrew Robertsonni markaziy himoyaga joylashtirgan edi Arne Slot va bu taktikasi o'zini oqlamadi. Zaxiradan ham o'yinni kuchaytiradigan o'yinchilar yo'q edi, hammasi yosh o'yinchilar qoldi va asosiy o'yinchilarga dam bergan edi va ko'plari jarohatda va bu ham sababchi bo'lib qoldi va Arne Slotga hozir juda og'ir kunlar kelishni boshladi va Arne Slot bu vaziyatdan qanday jamoani olib chiqib ketadi? Hozir siz va bizlarga hammamizga qiziq. Bu jarayondan qanday chiqib ketadi? Liverpool yozgi transferlarda ajoyib o'yinchilarni sotib oldi va bu o'yinchilarni endi moslashtirib, chiqishtirib o'ynatish kerak va hozirchalik bu moslashish juda qiyin kechmoqda. Liverpoolning keyingi o'yinlarida omadlar tilab qolamiz va Chempionlar Ligasida Real Madridni o'z uyida qabul qiladi va Liverpool bu vaziyatgacha o'zini tiklab olmasa, dahshatli Real Madrid Liverpoolni yanchib tashlash ehtimoli yuqori va Liverpoolga bundan keyingi o'yinlarda omad va g'alabalar tilab qolamiz va keyingi o'yinga o'tamiz. Swansea Manchester City. Abduqodir va nihoyat Manchester City safida asosiy sostavdan maydonga tushdi va 63 daqiqa maydonda harakat qildi va ajoyib o'yin ko'rsatdi. Bu jamoalarning orasidan faqat Manchester City to'liq
tarkibi bilan maydonda ko'rinish berdi va asosiy o'yinchisi Erling Haalandga bu o'yinda dam berishga qaror qildi Pep Guardiola va qolgan o'yinchilarning barchasi safda edi va deyarli asosiydan maydonga tushdi va o'zi uchun kerakli g'alabani qo'lga kiritdi. 3-1 hisobida g'alaba qozondi Manchester City safarda va Angliya Liga Kubogida chorak finalga yo'l oldi Manchester City. Va keyingi o'yinga navbat bersak, Newcastle hamda Tottenham o'yiniga guvoh bo'ldik va Newcastlening qo'li baland keldi 2-0 hisobida va Tottenhamning o'sha aytganimizdek ishlari orqaga tortib ketyapti. Stabil jamoa emas va Newcastle bu vaziyatdan unumli foydalandi va Tottenham ham deyarli zaxira o'yinchilari bilan o'ynadi va bu Angliya Liga Kubogi hafta o'rtasida bo'lgani uchun va 3 kundan keyin yana jamoalar o'ynashini hisobga olib PLdagi top jamoalar zaxira o'yinchilaridan foydalanishga majbur bo'ldi va zaxira o'yinchilarini o'ynatdi va zaxira o'yinchilari bilan o'ynagan jamoalarning deyarli barchasi mag'lubiyatga uchradi bu turda. So'nggi o'yin Wolverhampton hamda Chelsea va bu o'yin har qat'iy jangga aylanib ketdi. Bizning taxminimiz Chelsea osonlikcha g'alabaga erishishi kerak edi va bunday bo'lmadi. Otishma bo'ldi azizlar o'yinda. Chelsea ham deyarli zaxira o'yinchilaridan foydalandi va bunga majbur bo'ldi va Wolverhampton haqiqiy jang taqdim etdi Chelseaga va ajoyib o'yin guvohi bo'ldik. 3-4 hisobida Chelseaning g'alabasi va bu osonlikcha qo'lga kiritilgani yo'q. Zaxira o'yinchilari bilan Chelsea top jamoalar ichida g'alaba qozongan yagona klub bo'ldi. Chelsea o'ziga kerakli g'alabani qo'lga kiritdi azizlar. Angliya Liga Kubogiga qur'a tashlandi va brutor finalda Arsenal dahshatli Crystal Palace ga qarshi maydonga tushadi va Liverpoolni bu mavsum ketma-ket 3-marta mag'lubiyatga uchratgan Crystal Palace Arsenalga qarshi o'ynaydi va ajoyib o'yin guvohi bo'lamiz sizlar bilan azizlar va APLda yaqindagina to'qnash kelgan edi Arsenal Crystal Palace ga qarshi va Ezening yagona goli evaziga Arsenal qiyin g'alabaga erishdi va buning alamini olish payti keldi. Crystal Palace va nihoyat yana Arsenal bilan o'ynaydi. Oradan ko'p vaqt o'tganicha yo'q va chiroyli o'yin tarafdorimiz sizlar bilan azizlar. Qur'aning qolgan natijalari Cardiff City Chelsea ga qarshi o'ynaydi o'z uyida va Manchester City Brentfordni qabul qiladi o'z uyida va so'nggi o'yin Newcastle hamda Fulham ijrosida bo'ladi va sizlar bilan yaxshi o'yin tarafdorimiz ko'ramiz, keyingi o'yinlar kuzatamiz sizlar bilan birgalikda va Instagram sahifamizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.